Ikkita qizchani ikkalasiga ham velikcha olib keldim. Bittanga olib keldim, kattasiga olib keldim. Kichkina sen apchaynikini haydaysan deyman qani. Rezultatini ko'ramiz. Lekin uniki ham bor mana. So'kib yotmaylar. Qani meni asal qizlarim, ana velikchani qizili. Ana. Bu kattaga rahmat qani. Rahmat. Baq qarab aytadi. Rahmat. Kichkinasi senga katta bo'lsang olib kelamiz, bo'ptimi? Katta qiz bo'lsang keyin olib kelamiz. Ha? Katta qiz bo'lsang keyin senga olib kelamiz, bo'ptimi? Kir uyga sen. Uyga kir qizim. Mana senga ko'ki va asal qizim. Ana. Ha? Mana endi. Ana. Bu ko'kini yaxshi ko'radi-da bu. Qani bir hayda qani, menga qara qani. Ana xursand. Xursandmisizlar? Rahmat qani. Rahmat qani. Qizi bor aka-ukalarimiz jannatiysizlar inshaalloh. Oddiy bitta velikchani deb shuncha xursand bo'lyaptiki, o'ziga sig'may ketyapti. Jonlaring sog' bo'lsin. Bir Rossiyadagi musofirdagi akalarimiz uchun bu video. Ehtiyot qilinglar farzandlaring. Tojikiston, Bapesh.